Rufat Riskiyev, Toshkent yo'lbarsi bilan xayrlashuv. O'zbekiston sporti og'ir judolikni boshdan kechirdi. Mamlakatning ilk jahon chempioni va 1976 yil Monreal Olimpiadasining kumush medali sohibi, mashhur bokschi Rufat Asadovich Riskiyev 76 yoshida vafot etdi. O'zbekiston boks federatsiyasi xabariga ko'ra, u so'nggi yillarda og'ir xastalik bilan kurashib kelgan. Rufat Riskiyev 1949 yilda Oqqo'rg'onda shifokorlar oilasida tug'ilgan. U 12 yoshidan Toshkentda boks bilan shug'ullana boshlagan va mashhur murabbiy Sidney Luovich Jekson qo'l ostida dastlabki saboqlarni olgan. Agar siz sport afsonalari haqidagi yangiliklarni kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga like bosing va obuna bo'ling. 14 yoshida u Burevestnik sport jamiyatida mashg'ulotlarni davom ettirdi. 1966 yildan esa taniqli murabbiy Boris Granatkin bilan hamkorlik qila boshladi. Aynan shu yillardan boshlab uning professional boksdagi katta faoliyati shakllandi. Riskiyev 1974 yilda Kubaning Havana shahrida o'tkazilgan tarixdagi ilk havaskorlar o'rtasidagi jahon chempionatida 75 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritdi. U o'sha paytda Sir terma jamoasi safida ringga chiqqan va jahon chempioni bo'lgan birinchi o'zbekistonlik bokschi sifatida tarixga kirgan. Xalqaro boks tashkiloti IBA unga Toshkent yo'lbarsi laqabini bergan. 1976 yilda Riskiyev Monreal Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritdi. O'sha musobaqada u finalgacha yetib borgan yagona sovet bokschisi bo'ldi. Final jangida u amerikalik mashhur bokschi Michael Spinksga qarshi ringga chiqdi. Faoliyati davomida Riskiyev Sir chempioni unvonini 4 marta 1972, 1974, 1975 va 1976 yillarda qo'lga kiritgan. 1974 yilda unga Sirda xizmat ko'rsatgan sport ustasi faxriy unvoni berildi. IBA ma'lumotlariga ko'ra, u faoliyati davomida 189 ta jang o'tkazib, shundan 174 tasida g'alaba qozongan. Sportdagi faoliyatini yakunlagach, Riskiyev kino sohasida ham ko'rinish berdi. Keyinchalik u hakamlik faoliyati bilan shug'ullandi. 1997 yilda Jahon boks assotsiatsiyasining hakamlik bo'limiga qo'shilib, Markaziy Osiyodagi ilk xalqaro professional boks hakamlaridan biri bo'ldi. 2020 yilda Rufat Riskiyev Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. 2019 yildan buyon O'zbekiston chempionatining eng yaxshi bokschisiga uning nomi bilan ataluvchi maxsus sovrin topshirib kelinmoqda. Rufat Riskiyevning hayotining so'nggi yillari og'ir kechdi. 2016 yilda u gangrena sababli o'ng oyog'ining bir qismini amputatsiya qilish bo'yicha jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. Uning nomi O'zbekiston sporti tarixida abadiy qoladi. Toshkent yo'lbarsi nafaqat ringdagi g'alabalari, balki o'zbek boksining xalqaro maydondagi obro'sini oshirishga qo'shgan hissasi bilan ham yodda qoladi. Rufat Riskiyevning yaqinlari, muxlislari va butun O'zbekiston sport jamoatchiligiga chuqur hamdardlik bildiramiz. Uning xotirasi qalblarda abadiy yashaydi.